Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yangi chiqqan A5 rashma mashinkasi haqida gaplashamiz. To'xtang. Qanaqa A5? W5 ku bu? Ha do'stlar, bu mashinkamiz W5 avtomatik rashma hisoblanadi. Bu mashinkamiz havosiz avtomat rashma turiga kirib, shag'ir motor orqali bitta pedal orqali labga ko'taradi hamda ip uzib beradi. Hozir sizlar bilan shu mashinkamizni texnik parametrlarini ko'rib chiqamiz. Mashinkamizni tashqi ko'rinishidan boshlaydigan bo'lsak, mashinkamizning tashqi ko'rinishi asosan W4 ga o'xshab ketadi, ekrani esa K5 ga o'xshaydi. K5 ga o'xshab gapiradi, knopkalari bor. Hozir knopkalarni ham tushuntirib beramiz. Mana bu yerida W4 ga o'xshab ham beka ham rashma qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerga ulitka qo'yiladi, ulitkani bu yerdan o'tkazib beka qilib ishlatiladi. Agar mana bu ulitkasini yechib qo'yiladigan bo'lsa, rashma qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda mashinkamizga 5-ipini uzish uchun maxsus mexanizm qo'yilgan. Ya'ni mashinkamizni ichki tomonini ochib oladigan bo'lsak, mana bu yerda asosiy iplari, ya'ni 3 ta nina bilan o'rog'ini ipini uzib berish uchun pichoq bor. Ustidagi to'qqisini uzish uchun mana bu yerga mexanizm qo'yilgan. Bu mexanizm mana shu 5-ipini uzib beradi. Mashinkamizning moyi yopiq paddonda joylashgan bo'lib, mana bu yerda o'zining maxsus oynasi bor. U yerda ikkita qizil urovень chiziq bo'ladi. O'sha urovеньga qarab turib moyini kam ko'pligini bilishimiz mumkin. Agar moyini sifatini qanday bilaman desak, mana bu yerda shishasi bor. Mana shishaga tikkanda, tez tikkanda moy otib turadi. Rangini o'zgarishiga qarab turib bilishimiz mumkin. Mashinkamiz avtomat bo'lganligini hisobiga mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Ikkita emas, bitta pedal qo'yilgan. Bitta pedal orqali tovonni orqaga bossak, avtomatik tarzda labga ko'tarib beradi, hamda tikib chiqqanimizdan keyin o'zi ip uzib beradi. Pedal orqaga bosganimizda. Mashinkamizni mana shu labga ko'tarishi, ip uzib berishlari hammasiga javob berish uchun orqasida shag'ir motor qo'yilgan. Hozir sizlarga orqasini ko'rsatib, shag'ir motorni tushuntirib beramiz. Boyaga aytib o'tgan shag'ir motorimiz mana bu bo'lib, bu shag'ir motor labga ko'tarishga hamda ip uzib berishga ishlaydi. Mana bu yerda o'zining maxsus mexanizmi bor. Mana labga ko'tarishga ishlasa, mana bu yerda sensori bor. Bu sensor orqali qaychini pozitsiyasini ko'radi hamda mana shu sensor buyruq beradi. Ip uzib berishga mana shu mexanizm shag'ir motor ishlaydi. Bu mashinkamiz o'zi zavodskiy ichida mana bunaqa ulitkasi bilan chiqadi. Buni yechib turib rashma qilib ham ishlatishimiz mumkin. Uning uchun bitta atverkani olib olamizda, ikkita boltini bo'shatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yechib olgandan keyin boltlarni yo'qotmaslik uchun tortmasak solib qo'yamiz. Ertaga kerak bo'lganda qanaqa qilib qo'yishni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Mashinkani ekraniga to'xtaladigan bo'lsak, ekranda birinchi mana bu o'ng tomondan boshlasak P knopkasi bu saqlanib qilish uchun hamda parametrlariga kirish uchun. Keyingi knopkasi plus minus tezligini ko'tarib tushiradi. Mana maksimalniy tezligi. Mashinkamizning maksimalniy tezligi 6000 hisoblanadi. P ni bosib saqlanib qilamiz. Mashinkaning tilini o'zgartirishimiz uchun P knopkasini bosib turamiz. 99-parametr qilib turib, mana o'ng tomonda bir turibdi. Bu bir Xitoy tili, ikkisi ingliz tili, uchinchisi rus tili bo'ladi. 3 ga qilib turib, P ni bosib saqlanib qilamiz. Endi bosadigan bo'lsak, rus tilida gapiradi. Agar mashinkani o'chirib yoqqanimizda prezidiyasini, salom berishini o'chirmoqchi bo'lsak, mana bu knopka orqali o'chiramiz. Umuman gapirishini ham shu knopka orqali o'chirib qo'yishimiz mumkin. Mashinkani svetini mana bu knopka orqali ligrovka qilishimiz mumkin, ya'ni to'g'rilashimiz mumkin. Bu yoqda ikkita knopka bor. Shunda o'zini bosadigan bo'lsak, svetini yarqisini o'zgartiradi. Agar bosib turadigan bo'lsak, qaychisini o'chirib yoqishimiz mumkin. Xo'p, mana birinchi svetini yarqisini o'zgartiramiz. Ko'rishimiz mumkin. O'chirib qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasa yarqi xiraroq qilib tikuvchi o'ziga moslab olishi mumkin. Xo'p, keyin qaychisini o'chirib yoqmoqchi bo'lsak, knopkani bosib turamiz. Mana ekranda qaychi yo'qoldi. Endi qaychi ip uzib bermaydi. Bosib turamiz. Qaychisi yondi, ana endi qaychisi ip uzib beradi. Eng oxirgi knopkamiz qoldi. Bu knopkamiz
Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, qaychi bilan lapkani rasmi turibdi. Bu degani har qaychi ip uzib bo'lgandan keyin o'zi avtomatik tarzda lapka ko'taradi. Knopkani bosib turamiz. Подъем лапки после обрезки включен. Qaychi lapka funksiyamiz yondi. Ana endi bir tikib ko'rsataman. Tikdik, tovonni orqaga bosdik. Mashinkamiz avtomatik tarzda o'zi lapka ko'tarib turibdi. Pedal bilan bosib turganim yo'q. Mashinkamizni knopkalariga kimdir teginib tashlaydigan bo'lsa, zavodskiy holatiga qaytarmoqchi bo'lsak, mana bu yerda reset knopkasi bor. Shu knopkani bosib tursak, zavodskiy holatiga qaytadi. Сброс. Mashinkamiz zavodskiy holatiga qaytdi. Mashinkamizning chokini orasini, qadamini orasini katta kichik qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda mana knopkasi bor. Buni bosganimizda e'tibor berayotgan bo'lsak, birinchi oxirigacha kirmaydi. Bosib turib, qulog'ini buraydigan bo'lsak, chiqqitib joyiga tushadi. Tushganida mana bu yerda mana nuqtasi bor. Shu nuqtaga qarab turib, mana raqam ham turibdi. Qulog'ida raqamlar qo'yilgan. Mana shu raqamlarni o'zgartiramiz. Bosib turib, qo'yib olmasdan 3 ga qo'ydik. Hozir mana endi tikib ko'ramiz. Mana mashinkamizning choki. Ana endi yana o'zgartirib tikib ko'ramiz. Hozir 4,5 ga qo'ydik. Mana 4,5, 3,2 endi maydalashtirib tikib ko'ramiz. 1,5 ga qo'ydim. Mashinkani qadamini xuddi shunaqa qilib o'zgartiramiz. Agarda chokni qadamini emas, enini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, bitta, ikkita, 3 ta choki bor. 3 ta chokda o'rtasini olib tashlaydigan bo'lsak, eni katta bo'ladi. Yoki o'ng tomondagi yoki bo'lmasam chap tomondagisini oladigan bo'lsak, chokda eni kichkinalashadi. Sizga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilib foydalanishingiz mumkin. Mashinkani tepasida mana bu yerda lapkani bosimini to'g'rilaydigan mexanizm bor. Bu mexanizm nima? Materialda qalin, yupqanligiga qarab lapkani bosimini ko'paytirib kamaytirish uchun, ya'ni qalinroq material bo'ladigan bo'lsa, sal bo'shatilinadi. Materialni tortguncha tishi isitib qo'yish mumkin. Yupqa materiallarga xuddi shunaqa qilib mana shu yerda mana bo'shatib turib, materialga qarab turib, lapkani bosimini ko'paytirib kamaytiriladi. Mashinkamizni yon tomonini ochib oladigan bo'lsak, mana bu yerda materialni tortib tikish, yig'ib tikishga maxsus mexanizm qo'yilgan. Buni mana bunisini bo'shatib, tepaga pastga qilib turib, materialni tortib tikish, yig'ib tikishga sozlanadi. Ya'ni qanday orqadagi tish ko'proq harakat qiladigan bo'lsa, materialni tortib tikadi. Orqadagi tishi kamroq harakat qiladigan bo'lsa, materialni yig'ib tikadi. Shuning uchun mana shu yerdan tikuvchi o'ziga moslab oladi. Materialni cho'ziluvchan bo'lsa, sal tortib tikadi. Ayrim narsalarni yig'ib tikish kerak bo'lsa, mana shu yerdan qotirib, bo'shatib, sozlab olinadi. Boya aytib o'tganimizdek, bekani yechgandan keyin ana endi qanaqa to'g'ri qo'yishni ko'rsatib beramiz. Xo'p, buning uchun eshigini ochib, o'zimizga qulay qolamizda bekani qo'yamiz. Ustida mana bunaqa o'zini shaybachasi bo'ladi. Shaybani qo'yib, boltini ozgina burab to'g'rilab olamiz. Birinchi qo'lda burab olish kerak. Nimaga deganda, rezvasi agar noto'g'ri buraladigan bo'lsa, keyin ertaga qotirishga qiynalasiz. Qotmasligi mumkin. Ozgina ildirib qotirib olamizda. Xo'p, ana endi buni asosiy yeri to'g'irlash. Ya'ni qanday to'g'irlanadi deydigan bo'lsak, oldiga, orqaga qilib to'g'irlanadi bu. Ozgina bo'shatamiz. Bo'shatib turman, oldiga, orqaga qilib to'g'irlanadi. Ya'ni qanday to'g'irlanadi deydigan bo'lsak, mana eshigini yopib turib, sizga qaysi ninadan tikish kerak bo'lsa, o'shanga qarab to'g'irlaysiz. 3 ta ninasi bor, hozir reshmamizda. 3-chi eng chapdagi ninaga to'g'irlamoqchi bo'lsak, eng oxirigacha itarib turib,
bekani qayerdan chiqishiga qarab turib to'g'rilaymizda buni. Keyin qotirib olamiz. Bekamizning tayyor bo'lib chiqishi mana shu temirda eng oxiri mana shu temirdan boshlanadi. Bu temirda esa sizga mana bu o'ng tomondagi ninadan tikasizmi yo o'rtadagidanmi yoki bo'lmasa 3-ninadan tikadigan bo'lsangiz, o'shani to'g'risiga qarab to'g'rilaysiz. Yo bekam mana sal ichkariroqdan chop yurish kerak bo'lsa, eng oxiri, misol uchun mana bu temirdan sal ichkariroqga ninani to'g'rilaysiz. O'shanga qarab to'g'rilab, keyin ikkita boltini qotiramiz. Mana shu yerdan bekamiz qotadi. Agarda bu qotirgan holatimizda ham chokimiz tushib qoladigan bo'lsa, mana bu yerda mana ikkita bolti bor. Shu ikkita boltdan bo'shatib turib ham mana bekani chiqishini o'ngga chapga qilib surishimiz mumkin. Agarda mashinkamiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Qolgan mashinkalarimizga qiziqadigan bo'lsangiz, opisiyanada link qoldiramiz. Link orqali o'tib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.